Oxir oqibat qamoqqa tushdim. 4 devor menga, men esa 4 devorga termilib o'tirardim. Negadir bu yer uydan ko'ra ancha yaxshiroq degan fikrga bordim. Chunki otamning qovoq tumshuq qilishini ko'rishga majbur emasdim. Birdan xayolimga Surayyolarning mashinasi keldi. Otasi va akasining avtomobilni bejalgan holda ko'rgan vaziyatini o'zimcha tasavvur qildim-u, miyig'ida kulib qo'ydim. Borgan sayin bu tasavvur nash'a qilib, qah-qah otib kula boshladim. Politsiya xodimi darrov yetib keldi. Nega buncha kulasan, ablah? Birovning nomusiga osil, mol-mulkiga ziyon yetkaz va yana uyalmasdan kul. Shunchalar ham yuzsiz bo'lasanmi? Bu gaplarga zig'ircha ham e'tibor bermadim. Chunki hozir eng muhim masala tezroq bu yerdan chiqish edi. Ammo bu unchalik oson kechmasligi aniq. Ertalab meni prokuraturaga olib borishdi. Ko'p o'tmay sudya qarshisiga chiqdim. U kafolat puli to'lashim kerakligi, aks holda panjara ortiga jo'natilishimga oid qaror chiqardi. Kafolat puli esa otning kallasidek katta edi. Qamoqxonaga olib boruvchi mashinaning temir panjarali darchasidan tashqariga qaradim. Hayot go'yo hech narsa bo'lmagandek o'z oqimi bo'ylab davom etardi. Ammo mashina ichida favqulodda voqea sodir bo'layotgandi. U kuppa kunduzi ozodligimni o'g'irlab, erkin hayotdan meni tobora uzoqlashtirayotgandi. Ko'p o'tmay shahar shovqini ham tindi. Darchadan faqatgina daraxtlar va dalalarning tasviri g'izillab o'tib turardi. Meni kutib turgan yagona narsa esa yolg'izlik edi. Ko'p o'tmay mashina qamoqxonaning bahaybat darvozasidan ichkariga kirdi. Baland devorlar endi dov-daraxt va dalalarni ham ko'rishga imkon bermay qo'ydi. O'nlab jinoyatga qo'l urgan bo'lsam-da, ilk bor rost mana qamoqxonaga tushishim edi. Birozdan so'ng nimalar bo'lishi mumkinligini o'zimcha tusmonladim. Ro'yxat olishadi, so'ng jinoyatchilar xonasiga yilqitishadi. Rasmiyatchilik uzoq cho'zilmadi. Mahkumlar xonasiga olib borishdi. Ichkari o'ta dim edi. Toza havodan nafas olish qanchalar buyuk ne'mat ekanini ilk bor o'sha yerda anglab yetdim. Ichkari menga o'xshaganlar bilan liq to'la. Barining ko'rinishi turlicha. Burchakdagi men uchun ajratilgan karavotga borib o'tirdim. To'shaklar juda ham iflos, uvada, boz ustiga o'lguday sassiq edi. Turgan gapki, bunday joyda yotish jazoni 2 barobar orttiradi. Ko'ngilni aynituvchi, uyquni qochiruvchi, asabni yemiruvchi bu yerda kun o'tmasligi aniq. Choshaplarga qaradim. Mahbuslar ulardan sochiq sifatida foydalangandi nazarimda. Ko'nglim ag'darilib ketay dedi. Chuqur nafas olib, boshimni ko'tardim. Hamma menga qarab turardi. Bu yerga tushishim sababi ularni qiziqtirayotgandi. Endi salom alik qilishga kirishgan edik hamki, qorovul baqirdi. Dahxon so'mmes. Hayron bo'lib temir panjara tomon yurdim. Bu orada eshik ochildi. Tabriklayman, Ginnesning rekordlar kitobiga kirding. Xodimga angrayib qaradim. Bu qamoqdan 5 daqiqa o'tmay ozodlikka chiqayotgan ilk mahkum sensan. Tushuniksiz hayratda edim. Bunday olib qaraganda erkinlikka chiqishim imkonsiz edi. Nima bo'ldi? Deb so'radim qorovuldan. Kafolat puling to'lanibdi. Kim to'labdi? Kechirasan, bilganimda ham aytmasdim, ammo rostdan ham bilmayman. Qamoqxonadan chiqayotganimda quyosh botay deb qolgandi. Xursand edim. Axir ozodlikka nima yetsin? Ichkariga kirayotganimda telefonimni olib qolishgandi. Qaytarishdi. Yoqishim bilan jiringlay boshladi. Sezar qo'ng'iroq qilayotgandi. Tezda javob berdim. Allo. Do'stim, qayerlardasan? Sal oldin so'raganingda vaqtidaman derdim, ammo hozir qamoqxona oldidaman. Tez kelib meni bu la'nat yerdan olib ket. Bo'pti, kutib tur. Saldan keyin Oq dengizning eng yomon haydovchisi yo'lda ko'rinish berdi. O'qday uchib kelib keskin burilish bilan yonimda to'xtadi. Sezarni ko'rganda hech qachon bunchalar xursand bo'lmagandim. Mashinada shahar tomon yo'l oldik. Bo'lgan voqealarni eshitib, uyingga borgandim. Onangga aytib berdilar. Senga aql o'rgatib, o'zim tushib qoldim. Mashinani rasvo qilishga qildim, ammo qaysidir bir ahmoq derazasiga kamera o'rnatgan ekan. Ana shundan ilindim. Qoyil, mashinani mahalla bolalari ko'rsatdi. Bir shisha benzin quyib yoqib yuborganingda ham bunchalik zarar ko'rmasdi. Shunga loyiq edi aslida. Mayli, qorning ham itday ochgandir. Senga shunday bir ziyofat qilib berayki, bir o'zingga kelib ol. Yaxshi bo'lardi, shuncha ishdan keyin.